Qadrli mehmonlar, bugungi ayamlik bazmimizda tilga olmasak bo'lmaydigan bizning bir qancha azizlarimiz bor. Ular bo'lsa partiya hukumatimizning g'amxo'rligi hamda tarbiyasi ostida o'sib yetilgan, o'zining yoshlik bahorini, aql idrokini, minnatsiz qon tarini, xalqimizning bayashat, inoq ijil turmushi, vatanimizning taraqqiyoti, yurtimizning taraqqiyoti uchun ajr singdirgan, qon tarini singdirgan har soha, har kasblardagi bizning mehnatkash tövbkarlarimizning bir qism vakillaridir. Biz barliq ayam akil nomidan bu tövbkarlarimizga oliy ehtiromimizni bildiramiz. Rahmat. Shundaq, biz ana shu tövbkarlarimizning ish izlarini keyingilarga yetkazishimiz, shunaqla ularning tövblarini muayyalashtirishimiz, ularningki buniki taraqqiyotlarga, buniki ishlarga teg'imizor utuqlantirishimiz kerak. Dal ana shu tövbkarlarimizning vakillariga hurmat to'ni kaytirmoqchi. Shundaqda bu muhtaramlarimizni birdan bir tilga ilib o'tamdik. Bo'ldi. Bu tövbkarlarimiz xalqimizning faxrlik o'g'lani, Jungo Qurilish Akademiyasining akademiki, Xinjiang Universitetining professori O'shur Islom apandi. Qani marhamat. Marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Jungo Rassomlar jamiyatining sobiq muavin raisi, Abdunum rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining sobiq raisi, atoqli rassom G'ozi Ahmad apandim. Marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Xinjiang Universitetining professori Abdukerim Rahmat apandi. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Abdunum rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining sobiq raisi, tövbkar san'at yetakchisi Eytam Husayn apandi. Marhamat. Marhamat. Qarshi oling. Qani, sahnimizga marhamat. Mustahni chiqib bergan bo'lsanglar muhtaramlarimiz. Qozoq xalqining faxrlik qizi, Xinjiang teatrchilar jamiyatining muavin raisi, atoqli aktyor Fatiha Oppay. Marhamat. Marhamat. Xinjiang Universitetining professori, atoqli adabiy tarjimon Huwei apandi. Huwei Shensheng Youqing. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, atoqli arxeolog, Kiroran madaniyat tadqiqotchisi, Abdunum rayonlik arxeologiya tadqiqot o'rnining sobiq boshlig'i Idris Abdurasul apandim. Marhamat. Marhamat. O'zbek xalqining faxrlik o'g'lani, Xinjiang harbiy rayon Naqshsul o'mikining davlatlik birinchi darajali kompozitori Talat Nasir apandi. Marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Jungo Millatlar Unsin nashriyotining sobiq boshlig'i, atoqli tövbkar tarjimon Ahmad Pasar apandi. Marhamat. Marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Xinjiang Tibbiy universiteti birinchi tarmoq doktorxonasi, yurak kasalliklari bo'limining mutaxassisi, tövbkar mudir vrach Roza Hojim apandi. Qani marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Abdunum rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining sobiq raisi, algi to'nilgan adib Imin Ahmedi apandim. Marhamat. Marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Xinjiang O'rmonchilik akademiyasining tadqiqotchisi, o'rmonchilik olimi professor Umarjon Abdurahim apandi. Marhamat. Xalqimizning faxrlik qizi, Abdunum rayonimizning radio televiziya sohasidagi tövbkar shaxs, davlatlik birinchi darajali doktor Hurmat Kanji xonim. Marhamat. Marhamat. Xalqimizning faxrli qizi, Xinjiang Tibbiy universiteti birinchi tarmoq doktorxonasining eg'iz bo'shliq kasalliklari doktori Adolat Qosim xonim. Qani marhamat. Qirg'iz xalqining faxrlik o'g'lani, Xinjiang pedagogika universitetining professori Mambat Turdi apandim. Marhamat. Tojik xalqining faxrlik o'g'lani, Xinjiang universitetining professori Sherin Qurban apandi. Marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Abdunum rayonimizning kino televiziya sohasidagi tövbkar shaxs, atoqli ovoz artisti Rajab Toj apandi. Qani marhamat. Qani muhtaramlarimizni o'tirg'ida. Muhtaramlarimizni qarshi olamiz. Marhamat. Bizning sevimli onalarimizning vakili, Mehribon Onalar kollektivining boshlig'i, rahbari Rayhon Qosim apay. Marhamat. Biz bu tövbkarlarimizga to'n kiydirishga Kurash Mahmudjon raisi, Hoji Muxtar Bug'ra, To'xti Cho'ngam, Muhammad Yasin, Mahmud Izdan, Mehmet Said, Qalbinur To'xti Vali qatorliqlarni taklif qilamiz. Qani marhamat. Albatta bizning yana nurg'ulg'an olimlarimiz har soha, har kasbda bir umr ajr singdirgan bizning muhtaramlarimiz yana tövanda son-sanoqsiz o'tiribdi. Biz mushu muhtaramlarimizning ichidan hammaylar tunishib bo'lgan bir qanchaylarni sahnaga chiqardik. Qolganlar har vaqt bizning yanıla hurmatlashimizga, qadrlashimizga arziydi deb o'ylayman. Ular uchun bir chavaqtirimiz bo'lsin. Rahmat. Qani marhamat.
el vatan üçün, yurtimiz üçün, xalqimiz üçün qan ter aqızğanlarını xalqimiz məngü unutmaydı. Endi mana şu töhfəkarlarımızın vəkili sütüdə ataqlıq rəssam Gazi Əhməd əpəndini şu tapdaki hissiyatlarına biz bilan ortaqlaşıb təklif qılımız. Mərhəmət. Assalomu alaykum, muhtaram do'stlar. Ro'za hitinglarga muborak bo'lsin. Men bugun sharaf to'yini kelgan bizning har qaysi sohadagi töhfkar mutaxassislarga vakolatan Okean madaniyat tarqitish shirkati partiyaning ilmni izzatlash, ilm ahlilarini izzatlash siyosatiga amal qilib, biz töhfkarlarga to'n kaydirganligi uchun men mushu qarindoshlarga vakolatan ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Tinangiz salomat bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Rahmat. Rahmat.